Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markaziga tashrif buyurdik. Kelinglar, ushbu markaz faoliyati bilan tanishib va bu yerda tahsil olgan tinglovchilarimizni fikrlarini eshitsak. Assalomu alaykum, hurmatli ustoz. Siz bilan oldin tanishib olsak, marhamat. Ismim Uchqun O'roqov. Shu iqtisod Toshkent davlat universitetining moliya va moliya texnik kafedrasida professor lavozimida ishlayman. Juda ham yaxshi, xursandmiz. Mana qarang, bir oy davomida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi, demak, malaka oshirish tarmoq markazida malakangizni oshirdingiz, ya'ni o'qidingiz. Ana shu jarayon haqida qisqacha fikringizni bilmoqchi edik. Shu haqida, demak, marhamat, fikrlaringizni aytsangiz. Chindan-da bir oy davomida shu markazda turli ustozlardan bilimimizni kengaytirish bo'yicha, malakamizni oshirish bo'yicha saboqlar oldik. Bu jarayonda albatta professor Sayfnazar domlani, professor Norbek G'aniyevichni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, chunki sohadagi eng so'nggi yangiliklarni bizga yetkazishdi. Bundan tashqari o'sha axborot kommunikatsiya tizimi bo'yicha, texnologiyalar bo'yicha bir yangiliklar, yangi bir dars o'tish usullari, yangi platformalar, yangi sun'iy intellekt vositalari bizga o'rgatildi. Bundan tashqari aytaylik, o'sha moliyaning dolzarb masalalari, rivojlanish tendensiyalar bo'yicha professor olimlar, qolaversa menga eng ma'qul bo'lgani aynan shu sohaga doir bo'lgan muassasalarda ko'chma darslar tashkil qilindi. Masalan, sayyor dars mashg'ulotlar, ko'chma dars, sayyor dars mashg'ulotlar, ayniqsa Toshkent Ford birjasida investitsiya kompaniyasida borganimiz bizni o'sha nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlashda, amaliyotdagi muammolar va amaliyotdagi yutuqlarni keyin darsda yoki aytaylik o'quv adabiyotlar yaratishda, ilmiy tadqiqot olib borishda o'sha uzviylik ta'minlashda juda katta manba bo'lib xizmat qildi bizga. Juda ham yaxshi. Biz demak fikringizdan tushunishimiz mumkinki, bir oy davomida olgan bilim ko'nikmalaringiz kelgusida o'z mevasini beradi. Rahmat. Sog' bo'ling. Qarang, bu yilgi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi malaka oshirish tarmoq markazida o'sha bu yilgi malaka oshirish jarayoningiz, men eshitishimcha, bundan oldin ham demak malaka oshirishlardan o'tgansiz. Ana shu o'tgan davrdagi ta'lim bilan bu yilgi demak malaka oshirish jarayoningiz qanaqa o'tdi? Shuni ozgina bir farqlarini, qanaqa bir ijobiy o'zgarishlar bor, shu haqida fikringizni aytsangiz. Malaka oshirishga kelgan 2017-yilda edi, ishlab chiqarishdan ajralgan holda. Keyingi 2 yilda, 20-yilda, 23-yillarda ham keldi. Bunda muqobil shaklda ishtirok etgandim. Bu yil endi yana muqobil shaklda emas, yana xuddi ishlab chiqarishdan ajralgan holda keldik. Men o'zimga o'zim shunaqa analiz qildim. Muqobil variantdan ko'ra ishlab chiqarishdan ajralgan holda kelganingizda birinchidan ob-havo o'zgaradi. Offline deydi. Bu yerda o'tirgan yangi o'zingizni tengdoshlaringiz bilan, kasbdoshlaringiz bilan tajriba almashinasiz, haqiqiy tajriba almashinish ketadi. Yana eng asosiysi, o'rtada mana shu bo'ladigan 6 yil ichida markazda men ancha o'zgarish sezdim. O'qituvchilarimiz salohiyati nuqtai nazaridan, zamonaviy trend fanlarida o'tayotganligi, ularda bizga yangi nimalarni berishga harakat qilayotganlaridan men ancha o'zgarishlar sezdim. Bilib ko'nikmalarga ega bo'lyapsiz. Xuddi shunday. Ya'ni kelganimga afsus qilganim yo'q. Bu yerda o'qituvchilarimizni bergan darslari hammasiniki juda ham yoqdi. Ayniqsa o'sha mana Zikriyev o'tdilar, Isroilov domla o'tdilar, Sayfnazarov domla, ularga Dusmurat domla, o'zimizning menejment mutaxassisligimiz bo'yicha ham Yusupov domla o'tdilar, Sobirjonov o'tdilar. Mana nimani aytsak, ular korporativ boshqaruvdan juda yaxshi, umuman kutilmagan zo'r anaqalarni o'tib berdilar. Xullas, Boburjon. O'rinov Bobur domla. Ya'ni umuman olganda anaqa bo'yicha nima deydi, o'tilgan malaka oshirish kursimiz juda ham hamma tomonlama yaxshi o'tdi. Ko'chma mashg'ulotlarni yaxshi vaqtida tashkil qilishdi. Juda ham yaxshi. Demak, malaka oshirish jarayonida siz olgan bilim ko'nikmalaringizdan mamnunsiz. Rahmat, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Hozir ustozimiz bilan tanishamiz. Ular ham aynan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi malaka oshirish tarmoq markazida bir oylik demak malaka oshirishdan o'tdingiz. Bu shu o'quv jarayoni bo'yicha ularning fikrlarini eshitamiz. Avvalo o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Men Shermatov G'ofurjon G'ulomovich,
Namangan davlat texnika universitetini menejment kafedrasida dotsent vazifasida ishlayman. Malaka oshirish jarayonida birinchi navbatda biz bugungi kunda tarmoq markazidan nima oldik degan savolga javob berishimiz kerak. Biz mana shu tarmoqda katta professorlar bilan nazariy bilimlar bilan olish bilan bir qatorda amaliyot bilan ham bog'ladik. Qolaversa biz bugungi kunda eng muammo bo'layotgan nazariy bilimlarni olib amaliyotda ham bu narsalarni ko'rdik. Xususan mana shu korporativ boshqaruvni muammolari va bugun O'zbekistonda bu muammoni qanday bartaraf etish bilan bog'liq bo'layotgan masalalarni nazariy holatda va amaliyot bilan bog'liq holatda yechimini ko'rdik. Va biz mana shu ko'chma holatda tashkil etilgan o'quv jarayonida mana shu muammolarni bevosita amaliyotda yechish imkoniyatiga ega bo'ldik va ularda muloqot qildik va o'sha jarayonda ishlab chiqarishdagi muammolarni nazariya bilan bog'liqligini o'zaro ko'rib chiqdik. Albatta biz mana shu tarmoq markazida professorlar tomonidan beriladigan nazariy bilimlar amaliyotda albatta joriy etilayotganligini, xususan masalan Stat 15 dasturi orqali yechilayotgan muammolarni qanday matematik yo'llar bilan yechishni ham bevosita o'rgandik. Buni biz albatta amaliyotga tatbiq etsak, bizni talabalarimiz bu jarayonlardan albatta yutuqqa erishadi. Bu olgan bilimlarimiz albatta mana shu mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Juda ham yaxshi, xursandman. Yana tushunishimiz mumkinki, bu yilgi tashkil etilgan mashg'ulotlar nafaqat nazariy, balki auditoriyada olgan bilimlarimizni amaliyotga chiqib, bevosita tashkilot, korxonalarga, zavod, fabrikalarga borib, ularda amaliy ko'nikmalarni shakllantirganligi bilan demak ajralib turadi. Eng asosiysi masalan biz xususan biz mana shu ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'layotgan holatda Nurtex korxonasiga bordik va o'sha joyda bugungi kundagi mana shu menejment bilan bog'liq bo'layotgan holatdagi ishlab chiqarishdagi muammolar va uni qanday yechish kerakligi to'g'risidagi masalalarni amaliyotda ko'rdik va buni yechish bilan bog'liq bo'layotganini ko'rib chiqdik. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Avval o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Jumaniyozov Inomjon To'rayevich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti moliya texnologik kafedrasi dotsenti. Juda ham xursandman. Mana hozir xabarimiz bor. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi malaka oshirish tarmoq markazida malakangizni oshirdingiz. Mana shu malaka oshirish jarayonida shu qanaqa tashkil etilgan o'quv jarayonlari ustozlarimiz tomonidan bugungi zamonaviy bilimlarni berish va sizlarda o'sha o'qitish bo'yicha juda katta tajribalarni singdirib, kelgusidagi o'sha faoliyatinglarda o'zingizlar yana dars jarayoninglarda, o'quv jarayoninglarda qo'llashinglar mumkin bo'lgan qanaqa bir pedagogik texnologiyalar yoki zamonaviy o'qitish uslublarini o'rgandinglar? Shu haqida qisqacha fikringizni bilsak, marhamat. Malaka oshirish tarmoq markazida 1-fevral oyida to'liq malaka oshirish kursini o'tadik. Taassurotlar katta. O'quv faoliyati davomida ko'proq auditoriyaga kirib, bolalar bilan o'sha asosan mutaxassis doirasida o'zimiz doirada ko'proq ma'lumotlar almashganmiz, lekin malaka oshirish kursida juda ko'p professor o'qituvchilar nafaqat o'sha mutaxassislik fanlardan bevosita bu yerda o'sha kasbiy kompetentlik, demak psixologik kompetentlik, raqamli iqtisodiyot fanlaridan hamda bevosita o'sha taraqqiyot strategiyasi hamda demak so'nggi demak qonunchilikdagi o'zgarishlarni bevosita demak ekonometrik demak modellarni o'rgatadigan alohida professor o'qituvchilarimiz demak dars berishdi. Bular bilan alohida masalan aytadigan bo'lsak, mana Isroil Bahodir aka alohida o'sha oliy ta'lim tizimidagi demak hujjatlarni, me'yoriy hujjatlarni o'zgarishlari haqida fikr almashdik. Karim Norboy aka mana fiskal siyosat, monetar siyosat bo'yicha o'zgarishlar haqida ustozdan ancha demak bahs munozara qilib, ko'nikmalarni olib, ancha demak tajribalarni almashtirdik. Umuman oladigan bo'lsak, asosiy demak shu mutaxassisdan tashqari bevosita o'sha demak har bitta pedagogni o'sha yangi texnologiyalarni, demak o'sha pedagogik kompetentlik masalalarini, demak o'sha yana ham demak bazani yangilab, eng alohida aytadigan masala shu malaka markazida shu narsa tashkil qilinganki, amaliyot bilan bevosita bizda demak 3 ta darsimiz demak ko'chma shaklda, sayyor dars shaklida tashkil etildi. Ya'ni Toshkent Respublika fond birjasiga borildi. Demak Freedom Finance demak o'sha institutlarga borildi. Demak yana
juda ko'p demak oliy ta'lim muassasasi ustozlari bilan networking masalalari bo'ldi. Alohida mana Jadidlar xiyoboniga alohida borib turib ustozlar bilan yana yaqindan tanishish imkoniyati bo'ldi va bu nima berdi? Bu boshqa ustozlar bilan, ya'ni bevosita bizda ancha katta tajribaga ega bo'lgan yosh ustozlar bilan bir-biri bilan tajriba almashish imkoniyatini ham berdi. Undan tashqari demak o'quv jarayonida juda ko'p demak yangi bazalarni, masalan Stata 15 Zikrayev Aziz akani darsida alohida Stata 15 programmani olish va uni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldik. Xudo xolasa buni ham dars mashg'ulotlarida qanaqa qo'llanish masalalarini yana kelgusida o'zingiz yana faoliyatda uni qo'llab borasiz. Albatta, bu faoliyatni qo'llab yana demak yangilaymiz. Mana hozir hurmatli tinglovchimizni fikrlarini eshitdik. Aynan bu yilgi malaka oshirish tarmoq markazida o'qigan o'sha 1 oylik o'quv jarayonida olgan bilim, ko'nikma, tajribalaringizdan demak mamnunsiz va kelgusi o'zingizni pedagogik faoliyatingizda ham yuksak qo'llash imkoniyatlariga ega bo'lganingizga o'zingiz ishonch hosil qilib turibsiz. Shundaymi? Albatta. Albatta, haqiqatan ham bu yoqda olgan tajribalarni demak bevosita o'zimiz o'sha ta'lim muassasamizda pedagogik faoliyatimizda albatta qo'llab samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'lib ketganimizdan xursandmiz. Rahmat kattakon fikrlaringiz uchun. Salomat bo'ling.